Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ming yillardan beri bizga shakllangan urf-odatlarimiz, an'analarimiz bor. Ana shunday odatlarimizdan to'y marosimlarimiz va ta'ziya marosimlarimiz. Albatta to'y va ta'ziya marosimlari bu bizlarda azaldan shakllangan odatlar sanaladi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, ayni bugungi kunda kelib to'y va marosimlarimizda turli xil bid'at va xurofotlar, isrofgarchiliklar yuzaga kelyaptiki, albatta bu dinimiz, shariatimizni bizni oldimizga qo'ygan mana shunday bir ko'rsatmalarga zid holatlar yuzaga kelyapti. Aslida to'ydan maqsad e'lon qilishlik, ikki yoshning o'rtasida bo'layotgan nikoh munosabatlarini bildirishlik maqsadidan reja qilingan amal hisoblanadi. Xuddi shunday ta'ziya marosimlarimiz esa, ya'ni inson vafotidan keyin ehson qilishlik, ya'ni uni haqqiga bir xayrli duolar qilishlik, ya'ni savobini unga bag'ishlashlik niyatida qilinadigan ishlar ayni bugungi kunda kelib xo'ja ko'rsinga, riyokorlikka, ya'ni boshqalarning ko'zi uchun, boshqalarning so'zi uchun qilinadigan ishlarga aylanib qolyapti. Bu albatta dinimizga zid amal sanaladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: Astayzu billah, kulu washrabu va la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Yenglar, ichinglar, lekin isrof qilmanglar. Alloh isrof qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi deb marhamat qiladi. Dar haqiqat isrof bu o'zida ko'p katta ma'noni o'zida mujassam qiladi. Hattoki mufassirlarimiz, tafsir sohiblari aytadilarki, agar bir odam qorni to'ygan holatda yana taom yeydigan bo'lsa, bu ham isrof bo'ladi deydilar. Hozirgi kunda o'tayotgan to'y va ma'rakalarimizga, ta'ziya marosimlarimizga bo'layotgan holatlarga bir nazar qaratsak, albatta bo'layotgan isrofgarchiliklar, ko'z qilishlik uchun, birovlarning so'zi uchun qilinayotgan ishlar haddan tashqari ziyoda bo'lib ketdi. Bu jamiyatimizda turli tuman mana shunday isrofgarchiliklar, mana shunday turli tuman mashaqqatlarni yuzaga kelishlikka sabab bo'lyapti. Vaholanki saodat asri payg'ambar alayhissalotu vassalomning hayotlari biz uchun namuna. U zot sallallohu alayhi vasallamning hayotlari bizlar uchun, hammamiz uchun dasturul amal. U zotning hayotlaridan bir ibrat keltiradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borganlarida Madina bilan Xaybar orasida bir muddat turdilar. Shunda Safiya bintu Huyay radhiyallohu ta'ala anhoga uylandilar, nikohlandilar. Buni rivoyat qilgan sahobalar aytadilarki, payg'ambar alayhissalatu vassalom Safiya radhiyallohu anhoga uylandilar. U kishining nikoh to'ylariga, ya'ni u kishining nikoh to'ylarida na non bor edi dedilar, na go'sht bor edi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning to'y ziyofatlari unga kigizdan, ya'ni teridan bo'lgan bir narsa yoydilar, uni ustiga bir oz qurut, bir oz sariq yog' va bir oz xurmo tashlandi. Mana shu bilan ziyofat o'tdi dedilar. Qarang, payg'ambar alayhissalatu vassalom payg'ambar bo'la turib, rahmatan lil alamin bo'la turib, agar bir og'iz aytsalar hamma narsa u kishiga muhayyo bo'lardi. Lekin ortiqcha dahmaza, ortiqcha isrofgarchilikdan Rasululloh tiyilgan edilar. Va hatto o'zlari ham buni unday isrofgarchilikdan qaytarar edilar. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu ta'ala anhu nikohlandilar. U kishining nikohlanganligini payg'ambar alayhissalatu vassalom u kishidagi sariqlik, ya'ni u kishiga o'sha nikohlanganga yigitlarga, kuyovlarga bo'ladigan o'sha sariqlik alomatidan sezdilar. Aytdilarki, nikohlandingmi dedilar, uylandingmi dedilar. Ha ya Rasululloh deganda, shunda mahariga nima berding dedilar. Danak miqdorchalik tilla berdim ya Rasululloh dedi sahobiy roziyallohu anhu. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bitta qo'yni so'yib bo'lsa ham ana endi ziyofat bergin dedilar. Bitta qo'y, ya'ni hozirgi kunda bo'layotgan to'ylarimiz ortiqcha tashvishu muammolarimizga bir nazar qarasak, agar insonni juda ham qalbini xirxira qiladi. Buni oqibatida nima bo'lyapti? Jamiyatimizda odamlarimiz o'zlariga ortiqcha muammolarni ortayaptilar. Mana shu to'y tashvishlarini deb
uzoq safarlarga yillar davomida mashaqqatli qiyin azoblarni boshlaridan o'tkazyaptilar. Mana shu to'ylardagi, ta'ziyalardagi muammolarni deb, bid'at va xurofotlarni deb qanchadan qancha qarzdorlik, hattoki o'rni kelganda kredit olib uni to'la olmasdan boshlariga qanchadan qancha muammo va mana shunday bir qiyinchiliklarni bo'ynlariga olyaptilar. Mana shu to'ylardagi bo'layotgan, ma'raka marosimlarda bo'layotgan tashvishlarni deb insonlarimiz o'rtalarida turli-tuman tushunmovchilik va ziddiyatlar avj olyapti. Albatta bu narsalardan, bu illatlardan to'xtalmoq, saqlanmoq fursati keldi. Zotan duoi xayr bilan, yaxshilik bilan, go'zallik bilan, chiroylilik bilan, yaxshi niyatlar bilan o'tadigan amallar hozirgi kunda bid'at va xurofat va turli tuman isrofgarchilik va mana shunday xo'ja ko'rsinga aylanib qoldi. Alloh taolo Qur'onda la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid deydi. Agar shukr qilsangiz men ne'matimni ziyoda qilib beraman. Gar noshukr bo'lsangiz, meni ne'matlarimga kufronay ne'mat keltirsangiz, mening azobim shiddatli va qattiq deb Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh hammalarimizni ne'matlariga shukr qilguvchi, uni haqqini ado qilguvchi, turli isrofgarchilik va turli xil isrofgarchilikdan Alloh taolo hammalarimizni o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.